Qalay aka, uy ma'qul bo'ldimi, yoqdimi sizga? Uyku orzuyimdan ham zo'r. Lekin bitta narsa xavotirga qo'yapti. Onam ham shunga so'radi-da, 6 sotuv joyda 50 ming dollarga berishyapti. Yerda ham pul emas ketyapti. Hujjatda ayb yo'qmi o'zi? Hech qanaqa hujjatda aybi yo'q, xavotir olmang. Uy egalari просто chekkaroqdan yaxshiroq uy tushib qolgan ekan, o'shanga arzonga sotib tezroq ketishyapti. Bo'lmasa unda mana bay qolganini atrashda sanaymiz. Bo'ldi. Xormen, siz oldingizmi bu uyni? Ha, men oldim. Assalomu alaykum. Men mana yon qo'shningiz bo'laman. Ismim Baxtiyor. Aka, meni ismim Shokir. Yuring, choy ichamiz aka, kiring. Yo'q, Shokirjon. Bu narsa kerak bo'lsa, bemalol eshigimizni taqillatvorasiz, xo'pmi? Xo'p aka, xo'p. Sog' bo'ling. Kimning mashinasi ekan? Baxtiyor aka, tinchlikmi? Ismingiz nima edi? Sizning mashinangizmi? Ha, meni mashinam. Ismim Shokir. Qo'yib qo'ygan joyingizga qarang, chatga ham qo'yasizmi? Uyingiz ichiga olib kirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Uyim oldi bo'lganga qo'yib qo'ydim. Uzr, ko'chaga qo'yib bo'lmaydimi sizlarda? Ha, bo'lmaydi-da. Men hech kimni ko'chaga mashinasini qo'ydirmayman. Olib kirib qo'ying uyingizga. Voydo. Joy qo'shni ekan bu. Shokirjon. Sizmisiz? Uzr aka, siz ham bezovta qilib qo'ydim. Baxtiyor aka, men hijolat bilan chiqdim. Borib, mana itingizni dastda ertalabgacha uyqu yo'q va o'ylab tushunmaysan. Yo'qotsak bo'lmaydi. Undan tashqari devorimizga yaqin molxonangizni qurib qo'yibsiz. Uni dastidan peshala hidiga chidab bo'lmayapti. Shu molingizni yo'qotsangiz, men pulini berardim, qo'shnijon. Endi nima deganingiz bu? U iti meni uyimni qorovulab chiqadi. Hozir yo'qatsam, kechqurungi uyimni qorovulab berasizmi? Molima gapirasiz. U molni orqasida sut sotib tirikchilik qilaman. Tirikchilikni eplab berasizmi? Kecha kelib olib meni molimi, itimi gapirishga sizning haqqingiz yo'q. Uzr, noto'g'ri tushundim. O'zingiz bosib oling. Uzr, chiqinglar uyga. Kecha kelib olib, meni uyimda narsalar aralashadi. Mol. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmisiz? Qo'shni, qalaysiz? Kecha tomga chiqardim, anten to'g'rilayman deb. Hovlingizga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, xotinga qarashib, tog'ralar ko'tarib, shipirib, sizdan oldin yashagan odam ham g'irt sizga o'xshagan xotin qullaydi. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deydi? Xotinni chotinning arasiga kirib ketib yubordi deydi. Sal insof bilan yashang-ku. Shu qo'shnini gapirsam g'iybat bo'ladi deyman-u, lekin gapirmasam ham bo'lmaydi. Ko'chaga chiqdim deguncha ko'zini uzmasdan tikilib qaraydi. Shunaqa insonlar ham bor ekan-da. Chiqib gapiraymikin, ha? Yo'q, qo'ying shunga gapirib o'tirmang. O'tgan safar bitta itini gapiruvdingiz, 4 ta it olib keldi va ikkala basabimga tegadi. Eski bo'lsa ham kichkina domimiz yaxshi edi. Qo'shnilar ham ahil edi. Shu bizdan oldin yashaganlar ham shu qo'shnidan ozor ko'rganda arzon sotib ketish shekilli-da. Shuning uchun aytar ekan-da, uy olma qo'shni ol deb. Bunaqa narxga aka arzon uy topa olmaysiz. Tezroq javobingizni ayting. Bo'lmasa 5-6 klient bor, olmayman desa sotib yuboramiz. Uy ma'qul. Nega uydagilar arzon sotishyapti?